Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Do'stlar, tasavvur qilinglar, uylaringizni shuvoq qildiringlar. Endi fasadni remont tanlash kerak. $30 dan eron g'ishtcha qilasizlarmi yoki $8 dan travertin qilasizlarmi? Tanlov o'zlaringizda. Biz sizlarga 10 yil mana shu ishimizga garantiya beramiz. Bemalol tur faslga chidaydi. Chang bo'lgan taqdirda ham suv bilan karcher bilan yuvsalaringiz o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Xo'p, bu taraflarni qaranglar do'stlar. Arka tushirgan biza, arkani ichiga 3D palasa, 3D rombikcha fasollar qilingan do'stlar. Shu ishimizga 10 yil, 15 yil garantiya beramiz. Travertin, misol uchun 300 kvadrat bo'lsa, 15 kungacha bitirib beramiz do'stlar. Narxlari qulay, 12 ta viloyat bo'ylab xizmat qiladi ustalarimiz. Bittadan like bosinglar, biz to'liq obzorni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana aziz obunachilar, Bismillahirrohmanirrohim deb videorolikni boshladik. 150 kvadrat ekan. Ustoz Jonibek akamiz tomonidan bitirilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sherzbek o'zida obunachilari. Xo'p, Jonibek aka, bu xonadonimizga qanaqa dizayndan urib berdinglar? Aka, bu yerga 3D palasa qilib berdik. Divoyna qilib ikkita palasa qilib berganmiz. Bu taraflarga arka tushirib, arkalar qilganlar. Divoyna ishi nima degani Jonibek aka? Bu bittalik mana bunaqa palasamasdan keyin o'rtasiga ham kichkina palasa tushirganmiz. Ha, bu uzoqdan qarasa divoynoy burtiq chiqqanday turadi, mana qaranglar do'stlar. Haqiqatdan ham chiroyli bo'lgan. Xo'p, bu taraflariga arka tushirganlar. Arka alohida bo'ladimi aka? Arka tushirib berganmiz, arkacha rombikcha qilib berganmiz-da aka. Shu bitta kvadratga kiradi arka? Ha, kvadratga turadi. Yaxshi. O'rtalarni qizil qilib, korishniy qilib, kombinatsiya qilib bo'yab berganmiz bitlarni. Xo'p, bu ishimiz 150 kvadrat necha kunda bityapti hozirgi kunda? Hozirgi kunda 10 kunda bityapti-da. 10 kunda ichida bitirganlar. Shunday. Xo'p, bu xonadonni do'stlar, ustalarimiz qishda bitirgan ekanlar. Hozir bitta obzor qilgani keldik. Qishdan beri mana qishda ko'rib chiqqan, biron joyda treshina ketmagan. Ko'pchilik savol berish mumkin, sovuqda qanday bo'ladi devor, yorilmaydimi yoki muzlab nima bo'lib qoladiki? Tuzlasa, shunaqa holatga tushmaydim degan savollar uchun mana qishda qilingan xonadonni o'sha uchun ataylab ko'rsatib o'tyapmiz. Shtobi ishimizda qanaqaligini ko'rsatyapmiz do'stlar. Qishdan beri qilingan bo'lsa ham hech joyga hech narsa qilmagan, yangidek turibdi. Bitta suv karcherchan ursanglar, o'zi bu xonadonni egasi Rossiyada ekan hozir. Bitta karcherchan ursanglar, yap-yangidek bo'ladi. O'sha uchun sal chang bo'lib turibdi. Xo'p, usta aka, hozirgi kunda narx-navosi qanchadan bo'lyapti? Aka, $8 dan $12 gacha qilyapmiz hozir narxlari. $8 dan $12 gacha. Mana shu uyimiz opsi qancha summada bitgan? Bu $1350 ga bitgan. 150 kvadrat $9 dan qilib berganmiz. Ana do'stlar, $9 dan ishlabdilar bu xonadonga. $1350 ga menimcha stoyishi do'stlar. Hozir bir o'ylab ko'rsalaringiz, kroshkami yoki kroshka urfdan qolgani yopishtirgan panelmi yoki g'ishtda o'zini qilsalaringiz ham 5000, 5000 bo'lib ketadi-da. Bu sizlarga tur barobar arzoniga bo'lyapti. $1350 ga. Mana bu ustunlarga ham travertin qilingan ekan. Ustunlarimizga ustum aka turbeydi, ustidan tega yopishtirganmiz Pinaplex. Ha, ustidan travertin qilib berganmiz keyin. Tega Pinaplexli ekan. Shunday. Bu ustidan travertin sepilgan. Bu tegasini uyda egasi olib beradi. Yopishtirish xizmati haqlari ichida. Yaxshi. Xo'p, usta aka, $9 dan qilgan bo'lsangiz, shuni ichiga qanaqa xizmatlar ketadi? Bu $9 dan aka qarang, travertin ketayotgan bari mahsulotlar o'zimizda. Bir shikaturkiyda uyda egasi oyoqdagi arendaga lisa olib bergan. Keyin shu taygalarni olib berdi, ustunovkalar ichida qolgan narsalar o'zimizdan-da. Tegalarni olib beribdilar, ustunovkasini ichida qo'yardingiz-a? Shunday. Yaxshi. Demak, usta haqqi ham ichidami? Ha, usta haqqi. $9 ichiga usta haqqi material. Xullas $9 dan tashqari uylaringizga boshqa summa qo'shilmaydi kvadratiga. Xo'p, derazalarni, eshiklarni girdiga tega yopishtirmabdilar. Travertinni o'zidan tega dizayn qilib chiqarib bergansiz, a? Travertin o'zini chiqarib olganmiz. Yaxshi. Xohlovchilarga tega olib bersa, yopishtirib beramiz. Mana bu arzon varianti bo'lyapti-da hozir mana. Misol uchun tegasiz bo'lsa ham
travertini o'zidan 3D qilib palasali tega qilib chizilgan. Bu ham uzoqdan chiroyli dizayn beryapti ekan. Xo'p, uyimiz polni bitgan ekan. Shunday. Tunka fonlari ham, bruchatka, nimalari, sokillari ham polnisi bitgan. Bir xil joylarda aka sokilga ham endi sal mablag' yetmasa, o'sha travertini o'zidan Versace jigar qilib sokil chizib beraverasiz. Beraveramiz. Qanaqa dizaynlari bor travertini yana? Travertin har xil fasonlar bor aka. Hozir yangi chiqqan kartameralar bor. Oq, jemchukli, ikki slolilar bor, ha? Shunday, ikki slolilar bor. Ularni ham narx-navolarni kelishtirib qo'yib beraveramiz aka. O'zi necha puldan boshlanyapti? $8 dan $12 qilyapmiz aka. $8 dan $12gacha. Undan pastiga yo'q-a o'zi? Yo'q, undan pastiga o'zi. Yaxshi, $8ga qanaqa fasonlar qilib berasiz? $8 ga aka mana bu o'rtasida yo'q, mana bunaqa palasasi bo'ladi. Keyin oddiy g'ishtcha bo'ladi. O'shanaqa fasonlar $8 dan qilyapmiz. Yaxshi, 3D bo'lmaydi-a u? 3D bo'lmaydi. Yaxshi. Xo'p, endi mana shu g'isht deganimizga g'ishtcha fason qanchadan bo'ladi? Kichkina g'ishtchalik qilib. G'ishtcha 3D'si bo'lsa $12 dan qilyapmiz uni kichkinasini. 3D'sini. Agar обычныйsi bo'lsa $8 dan qilib beramiz. Yaxshi, обычный bo'lsa bundan ham arzon bo'lar ekan $1 ga. Xo'p, qaranglar do'stlar, $1350 ga mana shu 150 kvadrat bo'lyapti. Polni 10 kunning ichida bitirib beribdilar. Usta haqqi ichida. Ustalarimizga yana nima olib berishlari kerak? Bitta lisa bo'lishi kerak, teparoqqa ishlash uchun. Shunday, bitta abed qilib beradilar, bo'ldi. Keyin aka yotib ishlaysizlarmi yo yotib qatnaysizlarmi? Yotib ishlaymiz. Yotoq joy qilib beradi. Keyin devor tayyor bo'lmasa, agar remontlar bo'lsa, kafelnikilik, rodbi shunaqa narsalarni olib beradi-da. Bu xonadonimizda shuog'i qanaqa bo'lgan? Loymi, qummi? Yo'q, bu shkaturka bo'lgandi. Shkaturka, qum shuog'i bo'lgan-a? Shuog'i bo'lgandi. O'zi aka, loy shuog'li xonadon bo'lsa-chi? Qila olasizlarmi unga ham? Qilamiz aka. Ustidan kafelnikilik tortiladi. O'sha kafelnikiliklarni olib beradi uy egasi. Yaxshi. Qolgan travertin ketayotgan mahsulotlar o'zimizda. Hozirgi kunda garantiya necha yil berilyapti aka? Garantiya 10 yil garantiya beryapmiz aka. 10 yil garantiya beryaptilar. Sho'r chiqmasa bo'ldi. Sho'r chiqsa ham agar sho'r chiqib o'sha tushib ketsa, telefon qilsa borib o'sha yerda to'g'rilab berib kelamiz. Mana yaxshi. Xizmatlari ham bor. Borib sho'r bo'lgan devoringiz bo'lsa ham chiroyli qilib yana yangi holatga keltirib beradilar. Xo'p, bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Aka, o'zi qaysi joylarga borib ishlaysiz yo 12 ta viloyat bo'ylab, ha? 12 ta viloyat bo'yicha. Tojikistonga ham chiqamiz aka. Tojikistonga ham hozirgi kunda Tojikistonga ham travertin qildiryaptilar. Bemalol agar tojikistonlik obunachilarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilib zakaz bersalaringiz bo'ladi. Uylaringizni chiroyli qilib beradilar. Travertinning fasonlari ko'p do'stlar. Misol uchun Leonardo fasoni bor, Cartamiro fasoni bor, 3D palasa, 3D rombik, 3D g'ishtcha, oddiy g'ishtcha, keyin turburchay, 3D nima deyilasiz o'rtasi? 3D rombikcha, 3D rombikcha. Ranglari qanaqalari bor aka? Ranglarni ham aka har xili bor. Sarig'i bor, keyin g'ishtcha qildiraman desa qizil g'ishtchalari bo'ladi, mokriy g'ishtchasi bor. Keyin eng xadovoy rang shu bilan hozir shunaqa rang bilan oq ketyapti-da hozir. Xadovoy ketayotgan oq kartamerasi. Mana do'stlar, qish faslida qilingan xonadonga kelgan bizni. Qishda ham bemalol ishlabsizlar-da bo'lmasa? Yaxshi. O'sha sovuqqa qarab muzlamagan paytlari ishlaydi. Bitta baho beringlar. Do'stlaringizga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Ko'pchilik qiynaladi, ikkilanadi. Qanaqa fason qilsam qanday chiqar ekan? Mana sizlarga tayyor obrazes. Narxlari bilan do'stlar $1350 ga. Usta haqqi ichida. Bironta bir kraskaga ham chiqib kelmaysizlar. Hammasi mana shu usta Jonibek akamiz o'zlari. Aka kelishsa, lisa, pisa hamma narsasi o'zimizdan ham bo'lib ketaveradi, narx-navosi. Umuman uydagi sarson bo'lmaydi. Sarson bo'lmaydi. Agar uydagi chetda bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunday mana shu yerda ham hech kim yo'q edi. Rossiyada uydagi hamma narsasini o'zimiz olib kelib, kelishib pulini aytganmiz, o'sha ularning kafelnikiga lisalarni pulini aytganmiz. Lisalarni ham o'zimiz olib kelganmiz. Lisalar pulini to'lab yuborgan. Xo'p, sizlar kelib qarab turganlarmi? Abed? Yo'q, abedlarni nima qilgan shu yerda akalar bor edi. Abedlarni qilib berganda. Yaxshi. Agar abedga imkoniyati bo'lmasa, o'shani ham narxini kelishsa, o'zimizdan ham ovqat qilib qilaveramiz. Yaxshi. Mana aytmoqchi bo'lganim, uyni egasi Rossiyada ustoni boshiga turmasa ham, ustalarimiz qilgan ishi mana. Sifatli chiqqan do'stlar. Palasalari nimasidan, palasaning ramkasidan chiqib ketmagan. Hamma joyida. Mana oynalar, taxtalari, romlari travertin rangi bo'lib ketadi. Ustalarimiz mana
polniy chiroyli qilib Polniy plenka oynasigacha bilan plenka bilan urab, urab, artib akkurat ishlaymiz. uyda topshirganlar. Shunday. Aka necha kvadratgacha olasiz o'zi? Bu Zakaz. ob'yom farqi yo'q aka. Misol uchun 100-150 kvadratdan ziyod bo'lsa, chipga chiqamiz. Bu Xorazm, Samarqanddan tashqariga. shunday. Ustalarimiz Samarqand Kattaqo'rg'onli ustalar. Bilasizlar, o'zi traverten bo'yicha Kattaqo'rg'onli ustalar hozirgi kunda nomer 1 bo'lib turibdi. Bu 150 dan ziyodini olaveramizda, chipga farqi yo'q. 600-700 kvadrat. Ha, bo'ldi, farqi yo'q ekan. Faqat xonadonlarmi yo mana bu davlat tashkilotlari misol uchun bog'chalar, maktablar, institutlar ular ham Yo'q, bog'cha, har institutlar- yozga qildiradi-ku. Bog'cha institutlar olamiz, lekin boyadek dom, baland etajlar ololmaymiz. Ha, baland etajlar olmay ekanlar. Yaxshi. Aka necha yildan beri traverten sohasida siz? Aka 7 yillardan beri ishlaymiz-da. Ha. Yoshligingizdan beri. Shunday. O'zi nechanchi yilsiz? 2003-yildan. Gap yo'q mana 2003-yil bola necha kiradi hozir? 22mi? 22. Gap yo'q mana. Hunar bo'lsa odam hech joyda xor bo'lmaydi. Shu yerda o'zi Rossiya ham pulini topyapti mana balla. O'zbekistonlik Kattaqo'rg'onlik ustalarimiz. Gap yo'q. Ishiga bitta baho beringlar, like bosinglar, podдержка qilinglar do'stlar. Sizlar uchun mana tayyor yarim yil oldin qilingan obyektni ko'rsatib o'tyapmiz. Bittadan like bosinglar. Akajon kelishtirib berasizmi yana? Kelishamiz aka. Bonuslar misol uchun Shunday. 350 kvadrat bo'lsa 50 ni olib tashlab, mani podписчиlarim uchun. Kelishamiz aka. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilasiz, ha? Shunday aka. Xo'p. Telefon qilsalaringiz bo'ladi, telegramlari bor. Rossiyadan turib yozsalaringiz, telefon qilishga sal qiynalsanglar, Telegram, WhatsApplarga yozsalaringiz, WhatsAppda yozsa. katalik tashlab beradilar. Katalik tashlab beramiz. Ana o'qib borib, Tanlab, tanlab narxni ana o'qib kelishtirib shotga qilib beramiz. bo'ldi. Xo'p. Rahmat sizga ham do'stlar. Sog' bo'linglar, bittadan like bosinglar. Uylaringizni traverten qilmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol Jonbek usta akamizga bog'lanaveringlar.